Har qanaqa erkakka silliq tana yoqadi. Bu fakt. O'zini sevadigan ayol o'ziga hech qachon ekonom qilmaydi. O'zini sevadigan ayol o'zini birinchi o'ringa o'zi uchun, o'zining ichki holati uchun birinchi o'ringa o'zini qo'yadi. O'zini his-tuyg'usini, o'zini xohishlarini, o'zini qayerdir qadriyatini birinchi o'rinda qo'yadi. Ya'ni bu egoizm haqida emas, qizlar. Tanasiga nisbatan g'amxo'r bo'ladi. Tanasi hidlanmasligini, ortiqcha tuklar chiqmasligiga ehtiyot bo'ladi. Xohlamaydi ortiqcha tuklar bilan erini oldida oyog'ini qo'yishga. Yoqmaydi erkaklarga bu. Sizga aytmasligi mumkin eringiz, hech qachon sizga bu narsani gapirmasligi mumkin. Bir umr bu narsani chidashi mumkin, ya'ni tukli oyoqlaringizni. Lekin aslida olganda har qanaqa erkakka silliq tana yoqadi. Bu fakt. Ras shunaqami? Nima qilish kerak? Demak, o'ziga qarab yurish kerak. O'sha yuzdagi mo'yloviga ham, o'sha deylik qo'l ostidagi yoki oyoqlardagi ortiqcha junlarni hammasini yo'qotish kerak. Erkakka mayin ayol yoqadi. Mayingina. Tukli emas. Tushunasizmi? Junli, boshqa emas. Erkak ayolni his qilgisi keladi. Erkakka jun yarashadi. Qo'liga, oyog'iga, tanasiga hamma joyda jun ko'payib ketsa ham yarashadi unga. Uniki, chunki bu uning tabiatiga xos. Lekin ayolga yo'q.